Assalomu alaykum. Bugun Codebek Music Bot'dan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Unda bo'lsa ketdik. Birinchi bo'lib Telegramga kirib olamiz va Codebek Music yozamiz. Codebek Music Bot. Mana birinchida shu bot chiqib keladi. Mana logosi. Va bunga start bosamiz. Start. Mana sizlarda til chiqadi. O'zingizga kerak bo'lgan tilni tanlaysiz. Ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, ukrain tili. O'zbek tilini tanlaganmiz va endi boshqa hech nima qilayotmaysiz. Faqat qo'shiq nomini yozasiz xolos. Masalan, mening uyim koinot. Mening uyim koinot. Mana jo'natdi. Mening uyim koinot. Har xil qo'shiqlarni chiqardi. Umon guruhini boshqa qo'shiqlari, sen meniki emassan, xolos har xil qo'shiqlarni chiqardi. U Music Botga qo'yilmagan ekan. Mayli, keling boshqa bolalik qo'shig'ini qilib ko'ramiz. Hozir mashhur bo'lgan bolalik. Mana Abrorbek bolalik. Bosamiz. Sending a voice message deyapti. Ovoz jo'natilyapti. Mana qo'shiq topish uchun bosing. Keyin 3 ta nuqtani bossak, ijrochi tomonidan ijro etilgan qo'shiqlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Abrorbekning qo'shiqlarini, ya'ni o'xshash albom playlist uchun. Playlist bizga shart emas, u sal qiyinroq. Ijrochi tomonidan qilinganlarni o'xshash va albomlarni ko'rib chiqamiz. Ijrochi tomonidan bossak, Abrorbekning qo'shiqlari chiqishi kerak. Internetda sal muammo bo'lyapti. Mana chiqarib berdi. Qimmat dunyo, bolalik, depressiya, mayli. Mana chiqarib berdi. Bossak, uni ham ko'rsatadi. Menyuga o'tamiz. Yana mana bu yerda o'xshashni bossak, mana yozyapti. Ga o'xshash treklar Abrorbek. Mana shunga narsani chiqarib berdi. Keyingisi albomlarni bossak, albomlar Abrorbek mana albomlarni chiqarib beryapti. Agar siz hali ham bizning kanalga ulanmagan bo'lsangiz, unda ulanib oling. Uning uchun Codebek IT deb yozasiz va bizning kanalimiz chiqib keladi. Codebek. Mana logosi, shu logo orqali unga qo'shilib olib, bizning yangiliklarni ko'rib borishingiz mumkin. Buguncha shular. Xayr.